Kredit tashkilotlari kredit berish to'g'risida qanday qaror qiladilar? Kredit olishga qaror qilganingizda, bank, mikrokredit tashkilotlari, shuningdek, Lombard kabi kredit muassasalari sizning qarzni qaytara olish bo'yicha moliyaviy qobiliyatingizni baholashadi. Kredit mutaxassislarining kredit berish to'g'risidagi qaroriga nimalar ta'sir ko'rsatadi? Qarz oluvchining kredit tarixi. Kreditlar bo'yicha kechiktirilgan to'lovlar qarz oluvchining kredit tarixida aks etadi va bu kredit olish bo'yicha murojaat rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Qarz oluvchining o'rtacha oylik daromadi. Oylik kredit to'lovlar sizning o'rtacha oylik daromadingizni 50-70% dan oshmasligi kerak. Kredit ta'minoti, ya'ni garov, kafillik, sug'urta polisi. Agar siz taqdim etgan garov, ya'ni avtomobil, ko'chmas mulk kabi qiymati sizning to'lov qobiliyatingiz yo'qolgan holatida kreditni to'liq qoplash uchun yetarli bo'lmasa, kredit miqdori kamaytirilishi mumkin. Agar siz kredit majburiyatlari uchun kafolat sifatida 3-shaxs kafilligidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bank 3-shaxsning kreditni o'z vaqtida qaytarish bo'yicha moliyaviy imkoniyatlarni ham baholaydi. Chunki kafil qarz oluvchi kabi kreditni o'z vaqtida undirishi bo'yicha birdek javobgar bo'ladi. Qarzdor kredit ta'minoti sifatida sug'urta polisini taqdim etganda, banklar sug'urta kompaniyasining moliyaviy holatini o'rganish va baholash huquqiga ega. Kreditga layoqatlik baholanishida nimalar hisobga olinadi? Jismoniy shaxsning kreditga layoqatligini baholashda kamida oxirgi 6 oy davomidagi daromad haqida ma'lumotnomani tekshiradi. Odatda ushbu ma'lumotnoma ish haqi va uning ushlanmalari, ya'ni daromad solig'i, pensiya jamg'armasi hissasi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar kredit kafillik bilan ta'minlangan bo'lsa, kafilning daromadi to'g'risidagi ma'lumotnoma ham taqdim etiladi. Shu bilan birga, tijorat banklari jismoniy shaxslarning kreditga layoqatligini skoring baholash natijalari asosida baholaydilar. Ba'zi tijorat banklari kredit berish yoki bermaslik bo'yicha qaror qabul qilish uchun o'z skoring tizimiga ega. Mazkur tizim mijozning taqdim etgan hujjatlarida ko'rsatilgan asosiy ma'lumotnomalari, ya'ni ish joyi, o'rtacha oylik daromadi, boshqa kreditlar bo'yicha qarz va boshqalar asosida kreditga layoqatligini baholaydi. Yuridik shaxslarning kreditga layoqatligini baholash jismoniy shaxslarning to'lov qobiliyatini baholashdan juda farq qiladi. Bunda mezonlar yanada murakkab bo'lib, yuridik shaxsning moliyaviy holati va qarz mablag'lariga muhtoj bo'lgan loyihaning daromadliligini baholash ko'zda tutiladi.